Savol kelgan, grija bo'lmasligi uchun peshkom yurgan yaxshiroqmi, piyoda yurgan yoki og'ir atletika bilan shug'ullangan yaxshiroqmi degan. Endi aniq bu 2-2-4 degan narsa emas. Peshkom yurish ko'proq yurak qon tomir sistemasi uchun yaxshiroq. Og'ir atletika bilan shug'ullansa ham bo'ladi, agar sizni poзвоночнигingizda muammo bo'lmasa. Muammo bo'lsa, o'sha xohlasangiz ham shug'ullana olmaysiz. Umurtqa grija bo'lmasligi uchun eng yaxshisi aktivni harakatda bo'lish kerak. Ya'ni ortiqcha vazn bo'lish kerak emas. Har doim harakatda bo'lish kerak. Iloji bo'lsa qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar bitta sport turi bilan shug'ullanishingiz kerak. Bu organizmni sizga tetikligini ta'minlaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi. Bu degani modda almashinuvi yaxshilandi degani diskingiz ham yaxshi oziqlana oladi, to'qimasi o'lmasdan umringiz oxirigacha xizmat qilib bera oladi. Grija bo'lmasligi uchun eng yaxshi mashqlardan bizni sharoitda, shahar sharoitida yashayotganligi suzish. Basseyn muammo emas, juda ko'p basseynlar. Suzishga qatnasangiz bo'ladi. Agar qishloq sharoitida bo'lsa, qishloq sharoitdagilarda o'zi shundoq ham grija kamroq uchraydi, chunki agar mehnat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu qishloq sharoitida yana bitta narsa qilsa bo'ladi. Oddiy qo'l bilan kamon yasasa bo'ladi. Kamon yasab turib, kamondan kuniga o'q uzishga o'ziga odatlansangiz, u ham umurtqa uchun juda zo'r hisoblanadi. Ya'ni statistikada mana biz praktikamizda ko'ramiz. Operatsiya qilayotgan bemorlarimizni ko'p 60-70% bu shaharda yashayotganlar. Chunki ularda harakat yetarli emas, shuning uchun ham muammo ko'payib boryapti. Naborot stroykada ishlayotganlar, og'ir mehnat qilayotganlar, qishloqda yashayotganlar, ular jismonan baquvvat bo'lgani hisobida, disk yaxshi oziqlangani hisobida ularda grija kamroq uchraydi. O'shuning uchun maslahatim qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar o'zingiz yoqtirgan sport bilan shug'ullanib yurish kerak.